Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga pensiyadagi insonlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy, tushunarli va batafsil qilib tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqida ketmoqda. Bu xabar shunchaki yangilik emas, bu ko'plab oilalarning oyma-oy xarajatiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Ayniqsa nafaqasini dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat va farzand nevaralariga yordamga yetkazishga urinayotgan insonlar uchun bu juda muhim. Men bu videoda nima o'zgargani, kimlar bu yengillikdan foydalanishi mumkinligi, kimlar esa hujjatlarni tekshirtirib qo'yishi kerakligi, qaysi joylarda xato qilish mumkinligi va amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Ko'pchilik aynan shu joylarda adashib, o'ziga tegishli imtiyozdan foydalana olmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avvalo, vaziyat oldin qanday edi? Shuni tushunib olaylik. Ko'p pensionerlar nafaqaga chiqqandan keyin ham turli majburiy to'lovlar, xizmat haqlari, ayrim yig'imlar yoki hujjat rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni to'lashga majbur bo'lib kelgan. Ba'zan bu summa katta ko'rinmasligi mumkin. Masalan, 20 ming so'm, 35 ming so'm, 20 ming so'm. Lekin pensioner uchun har bir 1000 so'm hisobli. Chunki oylik daromad qat'iy. Pensiya qancha bo'lsa, oy davomida shunga qarab yashashga to'g'ri keladi. Masalan, bir pensioner 9 ming so'm pensiya olsa, u puldan dori-darmon uchun 2 ming so'm, oziq-ovqat uchun 4 ming so'm, kommunal to'lovlar uchun 5 ming so'm, yo'l kira va boshqa mayda xarajatlar uchun yana 1000 ming so'm sarflasa, qo'lida deyarli hech narsa qolmaydi. Shunday sharoitda ortiqcha to'lov, majburiy yig'im yoki hujjat uchun olinadigan pul juda og'ir seziladi. Endi tasavvur qiling, bunday to'lovlar yil davomida bir necha marta takrorlansa. Bu pensionerning oilaviy byudjetiga katta bosim bo'ladi. Endi o'zgarishning asosiy mazmuni shundan iboratki, 1 iyuldan boshlab pensionerlar belgilangan turdagi ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Bu degani, agar fuqaro qonunda ko'rsatilgan pensioner toifasiga kirsa va tegishli shartlarga javob bersa, undan avvalgidek pul talab qilinmasligi kerak. Bu yerda eng muhim so'zlar: belgilangan to'lovlar, pensioner maqomi, hujjat bilan tasdiqlash va amalda to'g'ri murojaat qilish. Men ko'p yillik amaliy tajribamdan kelib chiqib aytaman. Har qanday imtiyoz e'lon qilingandan keyin eng katta muammo uning o'zida emas, balki odamlarning undan qanday foydalanishni bilmasligida bo'ladi. Bir kishi eshitadi, lekin qayerga borishni bilmaydi. Ikkinchisi hujjatini olib bormaydi. Uchinchisi baribir foydasi yo'q deb umuman harakat qilmaydi. To'rtinchisi esa kasada pul so'rashsa indamay to'lab yuboradi. Aslida esa o'z huquqini bilgan odam ortiqcha pul to'lamaydi. Birinchi navbatda pensioner deganda kim nazarda tutilayotganini tushunish kerak. Odatda bu yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiya oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiya bo'yicha nafaqa yoki pensiya olayotgan ayrim shaxslar bo'lishi mumkin. Lekin har bir imtiyozda toifa aniq yoziladi. Shuning uchun men pensionerman, demak hammasidan ozodman deb o'ylash ham noto'g'ri. To'g'risi, men qaysi turdagi pensiya olaman, qaysi to'lovdan ozod qilinganman, buni qaysi hujjat tasdiqlaydi deb tekshirish kerak. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Unga har oy uy-joy bilan bog'liq ayrim xizmatlar uchun to'lov keladi. Bundan tashqari ayrim rasmiy hujjatlarni olishda xizmat haqi so'raladi. Agar yangi tartibda aynan shunday xizmat uchun pensionerlar to'lovdan ozod qilingan bo'lsa, otaxon o'zining pensiya guvohnomasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjati orqali bu imtiyozni talab qilishi mumkin. Agar undan baribir pul so'ralsa, u menga ushbu to'lov pensionerlar uchun bekor qilinganligi bo'yicha tushuntirish bering, asosini yozma ko'rsating deb so'rashi kerak. Ikkinchi misol, 62 yoshli onaxon pensiya oladi, lekin uy uning nomida emas, o'g'lining nomida. U ayrim kommunal yoki xizmat to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalanmoqchi. Bu yerda nozik jihat bor. Ba'zi imtiyozlar shaxsga beriladi, ba'zilari esa mulkka yoki shartnoma egasiga bog'liq bo'ladi. Agar to'lov shartnomasi o'g'lining nomida bo'lsa, onaxon men pensionerman degani bilan avtomatik ozod bo'lmasligi mumkin. Bunday vaziyatda shartnoma kim nomida, xonadonda kim ro'yxatda, imtiyoz shaxsga tegishlimi yoki obyektga tegishlimi, shular aniqlanadi.
Uchinchi misol, pensioner biror idoraga ma'lumotnoma olish uchun bordi. Oldin undan 30 ming so'm xizmat haqi olinardi. Endi esa 1 iyuldan keyin pensionerlar shu xizmat uchun to'lovdan ozod qilingan bo'lsa, u to'lamasligi kerak. Ammo xodim eski tartib bilan to'lov qiling deyishi mumkin. Bunday paytda janjal qilish shart emas. Men doim shuni maslahat beraman. Xotirjamlik bilan men pensionerman. Yangi tartib bo'yicha ushbu xizmat uchun imtiyoz borligini bilaman. Iltimos, bazadan tekshirib bering yoki mas'ul rahbaringizga murojaat qilaylik deyish kerak. Ko'p hollarda masala shu yerning o'zida hal bo'ladi. 4-misol. Bir oilada er-xotin ikkalasi ham pensioner. Ular oyiga jami 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. Har oyda doriga 500 ming so'm, oziq-ovqatga 900 ming so'm, gaz, elektr, suv, chiqindi va boshqa xizmatlarga 300 ming so'm. Transport va telefon xarajatlariga 500 ming so'm ketadi. Agar ular yil davomida hujjat, xizmat yoki majburiy yig'imlar uchun qo'shimcha dars 500 ming so'm to'lab kelgan bo'lsa, yangi imtiyoz ularning qo'lida ancha mablag' qolishiga sabab bo'ladi. Bu mablag' ular uchun bir oyga dori, bir necha kunlik oziq-ovqat yoki qish mavsumiga tayyorgarlik degani. Bu o'zgarishning ijtimoiy ahamiyati ham katta. Chunki pensionerlar davlat oldida uzoq yillar mehnat qilgan, soliq to'lagan, jamiyatga hissa qo'shgan insonlardir. Ularning keksalik davrida ortiqcha byurokratik to'lovlardan ozod qilinishi adolatli yondashuv hisoblanadi. Bunday yengillik pensionerning nafaqat moddiy holatiga, balki ruhiy holatiga ham ta'sir qiladi. Odam men e'tibordan chetda emasman, menga yengillik berilyapti deb his qiladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar siz rasmiy pensiya oluvchi bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar pensiya tizimidagi ma'lumotlar bilan mos bo'lsa, sizda asosiy muammo bo'lmasligi kerak. Sizga kerak bo'ladigani faqat to'lov talab qilingan joyda o'z maqomingizni aytish va kerak bo'lsa hujjatni ko'rsatish. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor, lekin hamma joyda tizim bir xil ishlamaydi. Shuning uchun hujjatni yoningizda olib yurish zarar qilmaydi. Kimlar albatta tekshirtirishi kerak? Birinchidan, pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki bazalarda ma'lumot yangilanishi kechishi mumkin. Ikkinchidan, familiyasi, yashash manzili, pasport ma'lumoti o'zgarganlar. Uchinchidan, boshqa hududdan ko'chib kelgan pensionerlar. To'rtinchidan, pensiyasi vaqtincha to'xtatilgan yoki qayta hisoblanayotgan shaxslar. Beshinchidan, nogironlik guruhi bo'yicha hujjati muddati tugagan yoki qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan fuqarolar. Endi eng muhim joyga keldik. Har bir to'lov bekor qilinmaydi. Pensionerlar 1 iyuldan boshlab to'lovlardan ozod qilindi degan gapni ayrimlar noto'g'ri tushunishi mumkin. Bu pensionerlar endi umuman hech narsa to'lamaydi degani emas. Masalan, iste'mol qilingan elektr energiyasi, gaz, suv, telefon, internet, oziq-ovqat, dori-darmon kabi kundalik xarajatlar alohida tartibga ega. Agar imtiyoz aynan shu sohalarga tatbiq etilmagan bo'lsa, ular bo'yicha odatiy to'lov davom etadi. Shuning uchun har doim qaysi to'lovdan ozod qilindi degan savol birinchi o'rinda turishi kerak. Yana bir nozik jihat, imtiyoz faqat 1 iyuldan keyingi davrga qo'llanishi mumkin. Masalan, siz iyun oyida bir xizmatdan foydalangansiz, lekin to'lovni iyulda amalga oshiryapsiz. Bu holatda xizmat qachon ko'rsatilgani, hisob qachon shakllangani va qarzdorlik qaysi davrga tegishli ekani muhim bo'ladi. Agar qarzdorlik 1 iyulgacha bo'lgan davrga tegishli bo'lsa, ayrim idoralar uni eski tartib bo'yicha undirishga harakat qilishi mumkin. Shu sababli hisob-kitob varaqasida davr ko'rsatilganiga e'tibor bering. Yana bir keng tarqalgan xato. Odam imtiyoz borligini biladi, lekin kvitansiyani tekshirmaydi. Masalan, to'lov xabarnomasida avtomatik tarzda summa chiqarilgan bo'lishi mumkin. Tizim pensioner maqomini ko'rmagan, eski ma'lumot bilan hisoblagan yoki shartnoma boshqa odam nomida bo'lgan. Agar siz shunchaki to'lab yuborsangiz, keyin pulni qaytarib olish qiyinlashadi. Qaytarib olish mumkin bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Lekin buning uchun ariza, kvitansiya, hisob-kitob, ba'zan bir necha bor murojaat qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun to'lashdan oldin tekshirish eng to'g'ri yo'l. Ayrim joylarda siz avval to'lang, keyin qaytarib beramiz deyishlari mumkin. Men bunday vaziyatda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Agar qonun yoki tartib bo'yicha siz oldindan to'lovdan ozod bo'lsangiz, nega avval to'lashingiz kerak? Albatta. Ayrim texnik holatlarda qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin.
lekin bunday gap og'zaki qolmasligi kerak. Siz yozma asos so'rang, qaysi tartibga ko'ra avval to'lashim kerak? Qaytarish muddati qancha, ariza qayerga topshiriladi? Javob kim tomonidan beriladi? Og'zaki va'da bilan cheklanib qolmang. Yana bir muammo, pensionerning o'rniga farzandi yoki nabirasi murojaat qiladi. Bu yaxshi, albatta keksalarga yordam berish kerak. Lekin ayrim idoralarda vakolatnoma talab qilinishi mumkin. Agar siz otangiz yoki onangiz nomidan to'lovni bekor qildirmoqchi, ariza bermoqchi yoki ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi sababli sizdan ishonchnoma yoki pensionerning o'zi bilan kelishi so'ralishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib qanday hujjat kerakligini aniqlab oling. Agar pensioner nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, unda qo'shimcha imtiyozlar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ikki xil asos aralashib ketmasligi kerak. Biri pensioner sifatidagi imtiyoz, ikkinchisi nogironligi bo'lgan shaxs sifatidagi imtiyoz. Ba'zan odam ikkala asos bo'yicha ham yengillikka ega bo'ladi, lekin faqat bittasidan foydalanadi. Masalan, xizmat haqi pensionerlar uchun exil foiz kamaytirilgan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa to'liq bekor qilingan bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatda eng qulay asos qo'llanish kerak. Buni albatta mas'ul idoradan aniqlashtirish zarur. Yana shuni biling, agar sizga tegishli imtiyoz qo'llanmasa, bu har doim ham yomon niyat degani emas. Ba'zan xodim yangilikdan bexabar bo'ladi. Ba'zan ichki ko'rsatma hali yetib bormagan bo'ladi. Ba'zan elektron tizim yangilanmagan bo'ladi. Lekin bu siz indamay to'lashingiz kerak degani emas. Fuqaro sifatida siz savol berishga, tushuntirish talab qilishga, yozma javob olishga, yuqori tashkilotga murojaat qilishga haqlisiz. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. O'zingizning pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bular pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma. Agar bo'lsa, nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlar bo'lishi mumkin. Hujjatlarning asli yoningizda bo'lsin, nusxasini ham tayyorlab qo'ysangiz yanada yaxshi. Ikkinchi qadam. Sizdan qaysi to'lov talab qilinayotganini aniqlang. To'lov qiling deyishning o'zi yetarli emas. To'lovning nomi nima? Qaysi davr uchun, qaysi xizmat uchun, qaysi qaror yoki tarif asosida hisoblangan, shularni so'rang. Masalan, bu xizmat haqi, bu davlat boji, bu abonent to'lovi, bu qayta rasmiylashtirish yig'imi deyilishi mumkin. Har birining huquqiy maqomi boshqa bo'ladi. Imtiyoz aynan qaysi turga tegishli ekanini bilish kerak. Uchinchi qadam. To'lovni amalga oshirishdan oldin imtiyoz qo'llanishini talab qiling. Kassaga borishdan avval mas'ul xodimga men pensionerman, 1 iyuldan keyin ushbu to'lov bo'yicha pensionerlarga imtiyoz berilgan, iltimos. Hisobni qayta tekshiring deb ayting. Agar elektron tizimda tekshirish imkoniyati bo'lsa, ular bazadan ko'rish kerak. Agar bazada ko'rinmasa, hujjatingizni ko'rsating. 4-qadam. Agar sizdan baribir pul talab qilinsa, yozma tushuntirish so'rang. Bu juda muhim. Ko'pchilik og'zaki gap bilan qaytib ketadi. Lekin yozma javob so'rasangiz, mas'ullar masalani jiddiyroq ko'rib chiqadi. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi. Pensioner sifatida 1 iyuldan keyin belgilangan to'lovdan ozod etilganimni inobatga olib, menga hisoblangan to'lovni qayta ko'rib chiqishingizni va imtiyozni qo'llashingizni so'rayman. Agar imtiyoz qo'llanmasa, rad etish sababini yozma ravishda berishingizni so'rayman. Mana shu mazmundagi oddiy ariza ham ko'p masalani joyida hal qiladi. 5-qadam. To'lov qilib yuborgan bo'lsangiz, kvitansiyani saqlang. Hech qachon chekni tashlab yubormang. Agar keyin aniqlansa, siz aslida to'lamasligingiz kerak bo'lgan ekan, pulni qaytarish yoki keyingi hisobdan chegirish masalasi ko'tarilishi mumkin. Buning uchun sizda to'lov kvitansiyasi, shaxsiy hujjat, ariza nusxasi va imtiyozni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. 6-qadam. Murojaatlarni rasmiy kanallar orqali qiling. Bugun ko'plab idoralarning ishonch telefonlari, rasmiy saytlari, yagona interaktiv xizmat portallari, mahalla orqali murojaat qilish imkoniyatlari bor. Agar joyda masala hal bo'lmasa, tuman yoki shahar bo'limiga, undan keyin yuqori tashkilotga murojaat qiling. Murojaatda hissiyotdan ko'ra faktlar kuchliroq bo'ladi. Sana, joy, xodimning javobi, talab qilingan summa, to'lov nomi, sizning pensioner maqomingiz va so'rovingiz aniq yozilsin. 7-qadam. O'z mahallangizdagi mas'ullar bilan maslahat qiling. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi. Elektron xizmatlarga kira olmaydi.
Bunday holatda mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki pensionerlar bilan ishlaydigan mas'ul xodim yordam berishi mumkin. Lekin shuni ham unutmang, mahallada shunday deyishdi degan gap huquqiy asos bo'lib qolmaydi. Baribir yakuniy asos rasmiy hujjat va vakolatli idoraning javobidir. 8-qadam, oilangizdagi keksalarning hujjatlarini tekshirib qo'ying. Ko'pincha farzandlar ota-onasining qancha pensiya turini olayotganini, qaysi shartnoma kim nomida ekanini, qanday qarzdorlik borligini bilmaydi. Keyin muammo chiqadan hamma shoshilib qoladi. Men tavsiya qilaman, bir papka qiling. Unda pasport nusxasi, pensiya hujjati, kommunal shartnomalar, oxirgi kvitansiyalar, tibbiy hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari emas, balki pensiya tushishi bilan bog'liq umumiy ma'lumotlar tartibli saqlansin. Bank karta pin kodi yoki maxfiy ma'lumotlarni esa hech kimga bermang. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har qanday yangi imtiyoz chiqqanda ayrim nohalol odamlar men sizga to'lovni bekor qilib beraman, hujjatingizni tezlashtiraman, pul qaytarib beraman deb keksalarni aldashi mumkin. Rasmiy imtiyoz uchun begona odamga pul berish kerak emas. Agar kimdir xizmat taklif qilsa, undan guvohnoma, tashkilot nomi, rasmiy kvitansiya va shartnoma so'rang. Eng yaxshisi, to'g'ridan to'g'ri vakolatli idoraga murojaat qiling. 10-qadam, har bir to'lov bo'yicha alohida tekshiring. Bir joyda imtiyoz qo'llangani boshqa, hamma joyda avtomatik qo'llanadi degani emas. Masalan, bir idorada sizdan xizmat haqi olinmadi, lekin boshqa idorada tizimda hali sizning maqomingiz ko'rinmasligi mumkin. Har safar hujjat bilan boring, har safar to'lov nomini so'rang, har safar kvitansiyani tekshiring. Bu o'zgarishning amaliy foydasini oddiy raqamlar bilan ko'rsataman. Agar pensioner yil davomida 3 marta hujjat rasmiylashtirish uchun 40 ming so'mdan to'lasa, bu 20 ming so'm bo'ladi. Agar yana 2 marta xizmat haqi uchun 6 ming so'mdan to'lasa, bu yana 20 ming so'm, jami 2 ming so'm. Kimdir uchun bu kichik puldek ko'rinishi mumkin. Lekin pensioner uchun bu bir necha quti dori, bir oyga non cho'y yoki nevarasiga ugu guroli olib berish imkoniyati. Shuning uchun men doim aytaman, imtiyoz mayda ko'rinsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. Yana bir vaziyatni olaylik. Pensioner opa bir xizmat uchun 70 ming so'm to'lash kerak deb o'ylab pulini tayyorlab boradi. U yerda xodim unga hech narsa demasdan kvitansiya chiqaradi. Opa, men pensionerman, imtiyoz bormi deb so'rasa, xodim tekshiradi va ha, siz to'lamaysiz deydi. Natijada opa 75 ming so'mni saqlab qoladi. Agar u so'ramaganda ehtimol to'lab yuborardi. Demak, huquqni bilishning o'zi pulni asrab qoladi. Yana bir misol. Ota pensioner. Lekin elektr shartnomasi marhum turmush o'rtog'i nomida qolgan. U imtiyoz so'raganda tizimda moslik chiqmaydi. Bunday holatda birinchi navbatda shartnomani to'g'rilash, mulk yoki yashash hujjatlarini tartibga keltirish. Keyin imtiyoz qo'llanishini so'rash kerak bo'ladi. Demak, hujjatlarda chalkashlik bo'lsa, imtiyozdan foydalanish kechikadi. Shuning uchun iyulni kutib o'tirmasdan hujjatlarni tartibga keltirish eng to'g'ri yo'l. Agar siz chekka hududda yashasangiz va tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval telefon orqali aniqlang. Qaysi kun qabul bor, qaysi xona, qaysi hujjatlar, ariza namunasi bormi? Elektron murojaat qilish mumkinmi? Bularni so'rab oling. Bir marta borib, hujjat yetishmagani uchun qaytib kelish pensioner uchun ham vaqt, ham yo'l xarajati, ham sog'liq uchun noqulaylikdir. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Imtiyoz talab qilish uyat emas. Ayrim keksalar, mayli bolam to'layveraman, shuncha gap qilib nima qilaman deyishadi. Yo'q, bu noto'g'ri yondashuv. Agar davlat yoki vakolatli organ sizga yengillik bergan bo'lsa, undan foydalanish sizning qonuniy huquqingiz. Siz hech kimdan sadaqa so'ramayapsiz. Siz o'zingizga tegishli tartibning bajarilishini so'rayapsiz. Buni xotirjam, madaniyatli, lekin qat'iy talab qilish kerak. Xulosa qilib aytsam, 1 iyuldan pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan ozod etish tartibi ko'plab keksalarimiz uchun muhim yengillik bo'lishi mumkin. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun 3 ta narsani unutmang. Birinchisi, qaysi to'lovdan ozod qilinganingizni aniq biling. Ikkinchisi, pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyor tuting. Uchinchisi, sizdan pul talab qilinsa, avval asosini so'rang va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Qaysi to'lovlar kelayotganini ko'ring, kvitansiyalarni solishtiring.
Shartnomalar kim nomida ekanini aniqlang. Agar noaniqlik bo'lsa, vakolatli idoraga murojaat qiling. Eng muhimi, eshitgan gap bilan emas, rasmiy ma'lumot va hujjat bilan ish tuting. Agar sizning hududingizda bu tartib qanday qo'llanayotgani, qayerda to'lov so'ralgani yoki qayerda imtiyoz berilgani haqida tajribangiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham pensiya, imtiyoz, to'lov va fuqarolarning huquqlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman.